Malibu Farasini ham shunday qilib pishirish nasib qilsin stova. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizning Nexia'miz 15 kunlik mehnat evaziga qilingan ishlari o'z nihoyasiga yetdi. Bu avtomobilimizni avvalgi holati mana shunaqa edi. Eshik taklari sank ko'targan, ayrim joylari chirigan, gemeroylari yorilgan, paroklari chirib qolgan. Salon holatlari ko'rib turganlaringda juda ham ayanchli holatda edi. Bu avtomobilga ajratilgan summaga qarab iloji boricha maksimalni qayta zo'r chiroyli qilib tiklashga harakat qildi. Bu avtomobilimizni mana shu holatdan bu holatga olib kelgunimizcha $600 plus minus xarajat ketdi. Qadrdonlar, agar ishimiz yoqqan bo'lsa, like, komment qoldirishni unutmanglar, obuna bo'linglar. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Beka Avtoklasga murojaat qilinglar. Qanaqa avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar, sizlarni ajratadigan mablag'laringga qarab, mashinalarni o'sha darajada zo'r qilib, o'ylaganlaringdan ham yaxshiroq, sifatliroq ish qilib berishga harakat qilamiz.